You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Bonlar hammaga salom. Bugungi videoda men sizlarga Brusiyada eng zo'r mashqlarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Aynan sizlarga mana hozir как раз bu havo, ko'chaga chiqib, mazza qilib shug'ullanadigan havo bo'lyapti. Obeddan keyin soat 6 dan keyin chiqsanglar, вообще mazza qilasizlar. Aynan mana shu prikladinada, aynan mana shu Brusiyada shunaqangi zo'r shedevrlar qilsa bo'ladi. Grudnoy mishtalarni, tritsepsni, yelkani o'ldirib yuboradigan mashqlarni ko'rsatib o'tmoqchiman. To'g'ri texnikada. Shu bo'lib, eng asosiy qiladigan narsamiz bu texnikasi, Brusiyani texnikasini ko'rsatib o'tmoqchiman. Ko'plar juda ko'p atlet, juda ko'p bolalarni kuzataman sport zalda ham, plashatkada ham noto'g'ri texnikada qilishadi. Noto'g'ri texnika bo'lgandan keyin travma bo'ladi. Travma bo'lgandan keyin mishsalar o'smaydi. Shuning uchun ham hozir ideal texnikada aynan grudni his qiladigan darajada hozir mana shuni ko'rsataman. Keyin уже основной programmaga, ya'ni основной trenirovkaga o'tsa bo'ladi. Brusiyani qilayotganimizda ikki xil turi bor. Birinchi turi aynan grudni o'ziga, ikkinchi turi tritsepsni o'ziga. Bizga hozir birinchi turi kerak, ya'ni grudni his qilish uchun chiqib eng qiladigan narsamiz birinchi brusga chiqib olib, grudni maksimalni zafiksировать qilib olib, ya'ni fiksatsiya qilib olib, videoda ko'rsatib o'tirganda qo'llarni yonga ochamiz. Yonga ochsak, o'shanda ko'proq svязка, ya'ni mishsalari, grudni mishsalari ishlaydi. Till the lights go down, yeah, till the lights go. Everybody wanna make millions, but not everybody been working. Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money. Hozir ko'rsatib o'tganimdek, brusga chiqib, qo'lni yonga ochishga harakat qilamiz. Qanchalik yonga ochib qilsa, o'shancha ko'p grudni mishsa ishlaydi. Agar o'zimizga qilib, orqa tarafga qilib qilsa, ko'proq anaqa qilsa, bu уже tritsepsga ishlaydi. Yonga qilsa, grudga ishlaydi. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Упражнениямыз bu отжимание brus ustida bo'ladi. Bu grudni ichiga ishlaydigan, o'rtasiga ishlaydigan, ob'yom beradigan mashq hisoblanadi. Bu eng zo'r mashqlardan biri. Qanchalik ko'p chuqur tushib, his qilib, siqib grudni qilsa, o'shancha ko'p effekti bo'ladi. Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm not one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Podxodlarni aytib o'tadigan bo'lsa, har bitta mashq podxodini 4 tadan kuchli yetguncha qilish kerak. Sanoq yo'q, faqat kachishni uchun. 5 ta qilasizlarmi, kuchli yetguncha toza qiling. Gryazny qilish kerak emas. Bu sharoitda ham, turli bruslarda ham chotki tanaff qilsa bo'ladi. Обязательно zalga borib, kulkis qilish kerak emas. Keyingi mashqimiz grudni pastki tarafiga, ya'ni grudni dumaloq qilib chizib beradigan, o'sha tegini kuchaytirib beradigan mashq hisoblanadi. Juda ham kuchli, meni eng yaxshi ko'rgan mashqlarimdan biri hisoblanadi. Xuddi mana shu videoda ko'rsatgandek qilsanglar, вообще o'zinglarni tanimay qolasizlar deb aytadi-ku bolalar. Mana zalam kerak emas. Har bitta упражнениyani, har bitta programmani gрамотный qilsa,
o'zinglarni tanimay qolasizlar-da. Misol uchun 3 oy shug'ullansanglar, 3 oydan keyin уже sekin-sekin rezultatga kelishni boshlaydi. Eng asosiysi xohish bo'lsa, желание bo'lsa, любой narsani qilsa bo'ladi. Mana shu videomiz mana shu mashqdan iborat bo'ladi. Keyingi videolar undan ham zo'r bo'lib chiqadi. Обязательно like, kommentariy bu mana shu videoni rekomendatsiyaga chiqarish uchun biz harakat qilishimiz kerak. Everybody wanna be friends now, but not everybody been with me.